Uyg'ur yozuvchisi Yasinjon Sodiqcho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozlanib, Beliqut to'rida anlatildi. Milodiya 1678-yil 1-oyning oxiri. Muhammad Rajaxon qo'shib bergan Brahman yo'l boshlovchisining hamrohligida Tibetga qarab yo'lga chiqqan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Molla Soqi qatorliq 5 nafar sadoqatman murtini agashtirib, xatarlik tog'i yo'llarida ming o'lib, ming tirilib ilgirlaydi. Ular birdan qotazga minib olgan bo'lib, yuktoq, ozuq turiklari ortilgan 4 qotazni burundan cho'lik o'tkazib, minib olgan qotazlarga chetib olgan edi. Ko'k muz, oq qor bilan qoplangan ko'k bo'y suzgan hayvatlik tog'lar ustida bulutlar agiydi. Ana aşu tağ çoqqullar orsidagi jiralada zumratdek sizik sulardan hosil bo'lgan ko'llar. Yop-yeshil qarg'ay, shamshatlar bu xilvat zamonga teximiz sirliq, tilsim tus ato qilgan edi. Hidoyatullo Eshonga yo'l boshlab mangan Brahman murti bu sirliq tog'. Ko'llarga qadamda bir tugidek yer beg'irlab sajda qiladi. To'xtamay durib istig'for o'qiydi. Hamda Hidoyatullo Eshonni shundoq qilishga da'vat qiladi. Ulug' non betik Achari Dalay Lama Burhan Hazratlari hammani ko'rib, bilib turg'uchidir. Deydi Brahman murti turk tilida buzib so'zladi. Eshon Hazratim tangdasiz Sakyamuni bu chatva va Qunchimim Avalukta ishvara bu chatvaga bo'lgan chaysiz sadoqatini bildirish uchun yo'l bo'yi Brahman ahkamlari bo'yicha ibodatda bo'lmog'i zarur. Muqaddas Tibet zimindagi har bir tog'u toshlarda, har bir ko'l daryoda ulug' ilohlarimizning kuch-qudrati bor. Ularning shafoat shafqatini seg'ingan har qanday kishining qadamda bir butkul vujudi bilan ibodatda bo'lmog'i vojibdir. Shu kunlarda bir sadoqatman, e'tiqodli Brahman muxlisiga aylanib qolgan Hidoyatullo Eshon yo'l boshlovchi Brahmanning so'zlarini ko'ngil qo'yib anglaydi. O'rgatgani bo'yicha ibodatga mashg'ul bo'ladi. Agar sadoqatman zotul aqtoblari Allohdan bebuyruq qil tavrimasdir. Shu topda Brahman mullasiga irodat qilmoqimiz, Brahman avliyolarning shafoatiga seg'inmoqimiz Allohning irodasidir. Janobi Alloh eng yaqin, eng sadoqatman bandalarni turli chora qismatlar bilan sinaydi. Boqiy olamda Alloh shafoat taxtiga chiqqanda, sirat ko'rigidan o'tgandagi mushkulotlarga selishtirganda bu hech gap emas. Patiqinda Saidiya tasarrufida ahli ishliya sulkimizning tug' shaddillarini lapilditish uchun Alloh Taologa in'om qilgan bu sinoq mushkulotlardan sadoqatmanlik bilan o'tkaysizlar. Deydi Hidoyatullo Eshon Molla Soqi qatorliq liq murtlarga va'z etib. Eshonning har bir so'ziga begumon ishonishga odatlangan murtlar so'ngak-so'ngakdan o'tadigan so'g'uqda Eshon nemini qilsa shuni qiladi. Ammo 5 vaqt namozini Hidoyatullo Eshonning imomatchiligida tark etmaydi. Muqaddas ko'lga keldik, dedi yo'l boshlovchi Brahman qatorliq tog' bag'ridagi zumratdek suv choy qilib turgan ko'z yetkisiz ko'lning bo'yiga yetib kelganda yerni quchoqlab ko'lga sajda qildi. Xo'ja Hidoyatullo Eshonmi darhol uningga agishib, muzdek yerni quchoqlab ko'lga sajda qildi. Ular shu yo'sinda bir osh pishim vaqt ibodatga mashg'ul bo'ldi. Lamushi deb atalgan bu ko'l zumratdek suvda qorliq tog'ning aks etishi bilan qoriyib to'limi so'rlik ko'rinadi. Uningda zodi qanchalik sehriy kuch borligini bilib bo'lmaydi. Yo'l boshlovchi Brahman Hidoyatullo Eshonga bu ko'lni Budda dinining qutlug' ilohasi Parizat onaning ruhi qo'ngan joy deb tushuntirdi. Va Dalay, Banchan qatorliq cho'ng lama yeganlari o'lib ketsa, ularning o'rniga varis bo'lib ko'rilgan bola lama, bola yeganlarning qaysi tarafda, qaysi yurtda dunyoga keldiganligi,
Qarliq taqqa joylashgan mushu muqaddas ko'lda namoyon bo'lganligini so'zlab berdi. To'rt atrofi tog'lar bilan qo'rshalgan Lixasa shahriga yaqinlashib agishib, yo'llarda Buddalar sariyiga berib, Dalay Lamani tavob qilgan Budda murtlari ko'payishga boshladi. Ular qadamda bir yer beg'irlab, yuzini muzdek tuproqqa yoqatdi va o'rnidan turib, ikki olqiniga bekitib olgan yog'och taxtayni beshidan egiz ko'tarib juplaydi. Yana yer beg'irlab tuproqni so'yatdi. Yo'l bo'yi shu yusunda Buddalar sariyiga qarab ilgirlaydi. Hidoyatullo Ishanmo yo'l boshlovchi Brahmanga agishib, ashu lama murtlarga o'xshash yer beg'irlab tuproq so'yishga boshladi. Kech peshin bilan ular Buddalar sariyi oldidagi Kangri saynoga yetib keldi. Ko'kki bo'y sozgan oltin ravoqliq hayvatlik Buddalar sariyining ustidagi rangdor tug' alamlar lapildab ko'zni qamashtiradi. Saray ichidagi minglagan rohib Budda murtlarining nomustra o'qiyotgan ovozlardan hosil bo'lgan hayvatlik bir sada Buddalar sariyiga texmi surlik, texmi hayvatlik, texmi sehrlik tus ato qilgan edi. Yo'l boshlovchi Brahman Hidoyatullo Ishan bilan hamrohlarini Buddalar sarayidagi Sangramning qishig'i silingan bir sarayga joylashtirdi-da, Dalay Lamaga Muhammad Rajaxonning maktubini topshirg'ach, Hidoyatullo Ishanning xabarini yetkazish uchun chiqib ketdi. Yo'l bo'yi yer beg'irlab bo'lmay, put-qo'llari urib chiqayotgandek serqirab og'rib turgan Hidoyatullo peshin namozini ming bir jafoda qiynalib o'qidi-da, o'zini to'shakka tashlab, osh qo'rsoq beti xo'rakka tushib ketdi. Atse bomdod namozdan fariq bo'lib, amdili nashtiga o'tirgan Hidoyatullo Ishanning qishig'i heliqi Brahman ustiga so'sini rang kasaya ortib olgan bir rohibni agashtirib kirib keldi. Ulug' Achari Dalay Lama Burhan hazratlari janoblarining ziyoratga kelganligidan xabar topdi. Vaqti kelganda o'zlarini chaqirib qabul qilgan bo'ldi. Uningcha Munu Kambu hazratlari sizni muqaddas Sangramaga kirib nomustralardan ta'lim beradi. Sadoqatmanlik, ixlosmanlik bilan ibodatga mashg'ul bo'lg'aylar. O'zirchi hazratim, dedi Hidoyatullo Ishan bu Brahman murti orada tilmashlik qilib bermasa, o'zining hech ish qilmaydiganligini esiga keldi. Sizlar Kashmirga qaytib ketmaydigandilar? Xotirjam bo'lsizlar, dedi Brahman murti. Hazratim ulug' Achari Burhan bilan ko'rishib bo'lmoqcha hech ketmayman. Shunda qilib Hidoyatullo Ishan eliqi rohib Kamboga agishib Buddalar sarayidagi Sangramga kirdi-da, uchisiga so'sin rang kasayani kiyib, bu avliyolarning haykali oldida kech kunduz ibodatga mashg'ul bo'lib, Dalay Lamaning qabul qilishini kutdi. Bahor fasli kirib, Lixasa shahri xilili ilib qolgan kunlarning birida eliqi Kambo Hidoyatullo Ishanga Dalay Lamaning qabul qildiganlik farmonini yetkazdi. Atse Xo'ja Hidoyatullo Ishan g'usul qilib bomdod namozini o'qidi. Beshiga oq matadan hayvatlik salla o'rab, uchisiga zarbob murosim to'nini kiydi. To'nning ustidan so'sil rang kasayani bog'ladi va eliqi yo'l boshlovchi Brahmanning hamrohligida Kambu rohibga agishib, Buddalar sarayidagi Dalay Lamaning hayvatlik o'rdisiga qadam bosdi. Shohinshining ichini sonsizlagan shamla nur chechib takshi yutib turadi. Tamlaga Sakyamuni Buddama, Avalukta Ishvara Buddaha, Songzan Gunbu qatorliq Buddaha avliyolarining va Dalay Lama 5dan burunqi Dalay Lamalarning rasmlari, turlik Budda rivoyatlari tasvirlangan rasmlar chizilgan tangala isilgan edi. 100 ga yaqin Galun, Qutubtu, Jasa, Silon, Kambola, Rahiblar ishikdan taxtgacha tutashtirilib selingan poyandozning ikki tarafidagi gelamning ustiga qo'yilgan mahmal taylikda chozi qurib o'tirishadi. Lama rahiblarning so'zib o'qigan duo tilovatlari shohinshin ichida yengil go'rildaydi. Ular Sakyamonining pangasi oldidagi oltin taxtda hayvat bilan o'tirgan Dalay Lamaga ayminib yer tegidan qarishadi. Shohinshinga kiribli surbesib
Аңлыqып қалған Xo'ja Hidoyatullo Ishonni Brahman hamroyi ostan o'qib qo'ydi. Shu hamon esi kelgan Hidoyatullo Ishon darhol o'zini poyandozga tashladi. Yer beg'irlab poyandozni so'ydi. Ondan o'rnidan turib ikki qo'lini beshidan egiz ko'tarib cho'kladi. Ondan yana yer beg'irladi. O ani shu yo'sinda 9 qatim yer beg'irlab, 9 qatim o'rnidan turib Dalay Lamaning oltin taxti joylashgan marmar shoh supining tuyiga keldi-da, ovozini imkonba o'ldikarek chiqishga tirishib so'z boshladi. Lojiyalo, dengizda kang qo'rsoq buyuk ochari. Men sening ulug' yaratquching Sakyamoniga sadoqatmanligim bilan irodat qilib, sening shafoat va inoyatingni seg'inib, oldinga yordam tilab keldim. Barliq muddao maqsadlarimni Kashmir xaqoni Muhammad Rajaxon sana yozgan maktubida tafsiliy bayon qilganligi uchun qayta so'zlab o'ltirmayman. Faqat shuni samimiy qo'ymoqchimanki, Saidiya tasarrufi bundan 900 yillar ilgari uning ulug' Babai Bözrükovning tasarrufidagi zamin edi. Agar Babai Bözrük ajdodlarining pok ruhiyatlarini xo'sh qilib, ashu shavkatlik saltanatingga qaytishni xohlasang, mana men bu zaminni sana ikki qo'llab tutishga roziman. Yo'l boshlovchi Brahman Hidoyatullo Ishonning so'zlarini Dalay Lamaga so'zma-so'z tarjim qilib berdi. Muhammad Rajaxonning maktubidan Xo'ja Hidoyatullo Ishonning maqsadini allaqachon bilib bo'lgan Dalay Lama necha kundan beri yuqori darajalik kelgan lamalarni yig'ib, qanday qilish haqida bir necha qatim kengash qilgan va Saidiya xonligini og'dirib tashlab, o'z tasarrufiga elishdan iborat bu katta ishni Saidiya tasarrufining sharqiy shimol tarafidagi cheksiz Mo'ng'ul dalasidagi Mo'ng'ul qabillarini birlikka keltirgan, bola vaqtidan tortib Buddalar sarayida Budda ahkomlari bilan shaxsan o'zi tarbiyalagan jo'ng'orlarning buyuk sarkardasi G'oldonga topshirishni qaror qilgan edi. Shunga u Hidoyatullo Ishondan ortiqcha gap so'ramadi. Ishonning Sakyamoniga Budda Brahman aqidasiga bo'lgan sadoqatini bir haza maqtadi. Orqadan Ishonning sharifiga ziyofat raslab, uningga Obiq degan Brahmancha unvonni inom qildi. Hidoyatullo Ishonmo Dalay Lamaga aloytan olg'ash kelgan 10 top yakan shoyisini mingsar oltinga qo'shib hadiya qildi. Bu so'g'u salomlardan rozi bo'lgan Dalay Lama Hidoyatullo Ishonning bo'yniga o'z qo'li bilan xodak ortib qo'ydi. Ziyofatda Dalay Lama bilan birga o'ltirib g'izolanish sharifiga muyassar bo'lgan Hidoyatullo Ishon Lojiyalo deb to'lab qo'yadi. Boshqa kelgan rohiblarni nimalarni qaldirlashib Lojiyalo deyishadi. Ziyofat oxirlashgandan keyin Dalay Lama oldin tayyorlab qo'ygan bir parcha maktubni Hidoyatullo Ishonga uzatdi. Ey Aboq Hazrat, bu maktubni eng sadoqatman Budda Murti G'oldon Beshto'xon oliylariga topshirib bersangiz, barliq orzu-armonlaringiz murod topqay. Sizga shafoat sangramidagi yordamchi Qutuqtu rohibni qo'shib qo'yman. O elchi sifatida G'oldon Beshto'xon oliylariga farmonimizni yetkazadi. Dengizda kam qo'rsoq buyuk ochari parvardigori. Menki Hidoyatullo Oppa Xo'ja Murtingizning cheksiz sadoqatiga ishonib, Saidiya tasarrufidagi murshidlarga yoldirgan besyor shafoatingga minglarcha tasanno. Sening shafoatingni har qachon yod etgayman. Hidoyatullo Ishon hayajon bilan to'xtamay vaqirdi. Lojiyalo, Lojiyalo. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Milodiya 1678 yili O'rik pishqi. Namoyon vaqti bilan Hazrat qasriga yetib kelgan Molla Soqi yerib ketgan Jaddi Baytalning ustidan avaylab tushdi-da, avval Janobi Allohning, ondan Piri Buzurg Xo'ja Hidoyatullo Ishonning nomini zikr qilib, bir necha qatim shukr sano aytdi. Ondan Hazrat xonqosiga mayuslik bilan nazar tashladi. 5-6 yildan beri Xo'ja Hidoyatullo Ishondan ayrilib qolgan Hazrat xonqosi
butunlay cho'ldarab qolgan edi. Xonaqoning oldiga joylashgan Sharbat ko'lining bo'yidagi so'gatning soyasida qerib mag'durdan ketgan 3-4 nafar darvish divonda xuddi o'limni kutayotgandek erinib yetishardi. Xonaqoning oldidagi saynani qo'yib o'sgan qumush, yantoq, bo'ya, chig'irtmoq va yovuq shimlar qoplab ketgan edi. Xonaqoning tomlari zaylab, sho'rdab, o'rilib ketaydi deb qolgan edi. Molla Soqiyning ko'z oldiga ilgirki necha yuzlagan sofi darvishlar va tavobchilar bilan ovotlashib, kech kunduz to'xtamay jaranglab turadigan jarri samo sadolari bilan qaynab turadigan, kam deganda kuniga 3-4 toshning o'ti o'chmay pishib turadigan, mazzilik puroqtar qilib turadigan dabdabalik manzara zohir bo'ldi. Molla Soqiy ashu sofi darvish tavobchilarning orasida takabburlik bilan g'odiyib mengib, xohlagancha buyruq tushiradi. Xohlasa jarri samolarga yetakchilik qiladi. Mana hozir xonaqo tashlanib qolgan. Boshlarni to'p-to'mon besib, bayni xarobilikka aylanib qolgan edi. Molla Soqiyning vujudiga birdilla yig'i o'lashdi. Ko'zlaridan taramlib tushgan yoshlari qo'yuq chor soqollari orasiga sanab ketdi. Xonaqoning qubbisidan anglangan zaif ovozdan Molla Soqiy darhol esini yig'di-da, ko'k qumushni ko'rsildatib ishtiho bilan yeyotgan Jaddi Baytalning tezginini bo'yniga ortib qo'yib, namoz shamg'i taraf elish uchun Sharbat ko'lining bo'yiga qarab mangdi. Bu chog'da eliqi 3-4 nafar darvish divona namoz o'tish uchun xonaqoga kirib ketishgan edi. Molla Soqiy tarat elib bo'lib xonaqoning bo'sig'isidan bismillah deb atladi. Mihrobning kechidagi chiroq poyda bir tal chiroq ojiz pildab mihrobning atrofini g'uvo yo'ritib turardi. Shuncha yo'g'on xonaqoning ichida aron 10 necha nafar sofi darvish saf tuzib turishadi. Molla Soqiy ildam kelib safga qitildi-da, namoz shamning 2 rakat sunnatiga quloq qoqdi. Ammo shuncha ixlos qilibmi diqqatini yig'olmadi. Ichida so'ri o'qiyotgan bilan kallasida boshqa xiyollar hukmron edi. U mihrobdagi imomatchilik qilayotgan Molla Naqiyni kaynidan qarabli to'nigan edi. Ko'rishmaganiga 5-6 yil bo'lgan yaqin birodarini ko'rgan Molla Soqiyning diqqati butunlay chechilib ketgan edi. Shu topda uningga Molla Naqiyning baslik gavdasi qo'rilib, kichiklab ketgandek ko'rinib ketgan edi. Namoz shamning 3 rakat farz namozini boshlagan Molla Naqiyning tonish ovozini anglab, Molla Soqiy ko'z yoshlarini faqatla to'xtatmadi. O shu topda namozni buzib, Molla Naqiy bilan quchoqlashib ko'rishish, uzundan beri jo'g'lashib qolgan yurak sirlarini baraqli to'kib tashlashdan o'zini aran-aran tutib turardi. Nihoyat namozni o'qilib bo'ldi. Molla Naqiy qisqacha duo qilgandan keyin oldidagi 10 necha so'pi darvishga qarabmi qo'ymay, chiroqni o'chirishni unutib qolmanglar deb topildi. Sadqa qarab mangdi. Molla Soqiy 4-5 qadam orliq qoldirib uningga ergashdi. Xonaqoning sirti sutdek oydin edi. 15 kunlik to'lin oy bir tal oltin degandek ko'k qarida esilib turardi. So'psizlik osmon etkida to'manlagan yulduzlar jaraqlab yinib turardi. Assalomu alaykum, birodar aziz, dedi Molla Soqiy Molla Naqiyga yaqinlashib tishtarangi ovoz bilan. To'yuqsiz anglangan bu tonish ovozdan Molla Naqiy chippida to'xtadi, hayronlik bilan orqasiga yurdi. O o'ziga hayajon bilan talmirib turgan. Kiyim-kechaklari vayrona, soch soqollari o'sib ketgan Molla Soqiyni damonlikqa to'niyolmadi. Shundaqdimi Molla Soqiyning ko'rishga uzatgan ikki qo'lini ta'jib erkala qildi. Va alaykum assalom. Molla Naqiyning o'zini to'niyolmayotganligini his qilgan Molla Soqiy yana eg'iz ochdi. Birodarim, meni to'niyolmayotamdilar. Men sening qiyomat yoralari Molla Soqiy bo'lib. Molla Naqiy uyqudan uyg'ongandek birdilla ko'zlari namlashib, burun to'shiklari kengaydi. Soqol burut bosgan lavlari avval titradi. Keyin o'ngchaydi.
Tanrım, bu musun ya burada? Molla Naqi shundoq dedi-da, o'rkirab yig'ilganicha Molla Soqiga esildi. Ular bir-biriga esilganicha buqildab yig'laydi. İçidan o'pkilaydi. Ular asta-asta esini yig'ishdi. Janobi Ishon Pirimqani, o'zlari yolg'izlik qaytib keldi-ku birodar. Molla Soqi Molla Naqining savoliga javob bermay, atrofga ehtiyotlik bilan nazar tashladi-da, asta pichirladi. Avval fikirga boshlasa birodar. Bu yer sizishga be'ar. Ular qasrning ichkarisidagi Hidoyatullo Ishonning ilgirki xos xonasiga kirishdi. Hidoyatullo Ishonning topshirig'i bilan bu yerda qilib, maxfiy sulki ishqiya targ'iboti bilan shug'ullanayotgan Molla Naqi shuncha yo'g'on qasrda xotin bolalar bilan yolg'iz turib-o'tirdi. Ular kutubxonaga kirib, qaytadan hol ahvol so'rashdi. Avval taom, andin kalom debdika, dedi Molla Naqi dasturxon ko'tarib kelib. Qattiq qo'rq bo'lsa, biroz choy ichgach, bir-biridan nonga boqqach do'stlar. Qushnash hozirlar tamoq tayyor qiladi. İştahları nima g'izoq tatidiki? Bo'ldilar. Bu kechda buvimni avar qilmayli. Siz qilmaslar birodar. Undaq bo'lsa, biror tovoqdan qiymiliq o'gir ichayli, dedi Molla Soqi. Ardiq chiqarishga o'girdan boshqasi beka. Ma'qul. Ardiq ishi o'zlarining rayichi bo'lsin. Qaldisiga qushnash bilib g'izo qilay. Molla Naqi chiqib ketib, bir degan vizvil pishqon uyruq ko'tarib keldi. Qutbul Aqtab para buzurkimiz esanmi? Inshaalloh, tinchaman, dedi Molla Soqi. Ular sayxonasiga besib nashsilingan chilimni xumarliq sho'rashganicha qizg'in suhbatga tushib ketdi. Molla Soqi bu 5-6 yildan beri Xo'ja Hidoyatullo Ishon bilan birga borgan yurtlarni bir boshdan so'zlashga boshladi. Uchrashgan xon podshohlarning Hidoyatullo Ishon xo'jasiga tutgan so'g'uq muomalasini va ahli suluk peshvolari dindorlarning Hidoyatullo Ishonni ko'zga ilmay qilgan so'z harakatlarini yo'shirib, uning aksiga ko'p turib so'zlaydi. Hada to'atdi. Janobi Sultanul Muhaqqinimizning muborak nomi 18 ming olamga mashhurki. Birodar, u bag'anligi shaharlarda Xon Sultonlar Ishon pirimizning oldiga poyonda selib istiqbolga chiqdi. Ahli suluk peshvolari to'n sarpoyilarining peshini suyib, ko'zlariga surtdi. Bo'libmi Kashmirning podshohi Muhammad Rajaxon odilarining o'rdisida ajoyib katta kuchlanishlarga erishdi. Tibetdagi butparastlarning xo'jasi Janobi Qutbul Aqtobimizning kashfu karomatlarini ko'rib, darhol Ishon pirimizga qo'l berib murt bo'ldi va pirimizning 18 ming olamni nur ziyoga turkivichi oppoq xo'ja hazrat deb og'zi tegmay ta'riflab ketdi. Shuningdan boshlab Ishon pirimizning oppoq xo'ja degan muborak nomi ayon bo'ldi. Maşallah, Qutbul Aqtobimizning hidoyat opti 18 ming olamdagi jimi nopok bandalarning qorong'udilarini yo'ritib, ahli sulkimizning tug' shaddillarini abadil abad javlon qilg'ay, dedi Molla Naqi hayajonlangan holda ko'ziga yosh keldi. U butparastlarning xo'jasi Jung'ariyadagi Mo'ng'ul murtig'i tamomiy sarkarda lashkarlari bilan kelib, Ishon xo'jimizga Dahri Sulton Ismoil Xondan butkul Saidiya tasarrufini so'yib elib berish xususida maktub yozdilar. Xo'jimiz o maktubni elib Jung'arlarning qishig'i yurib ketdi. Meni bo'lsa darhol Qashqarga qaytib, janoblari bilan birlikda ahli sulukdagi butkul murtil hidoyatchilarni harakatlantirib, taxbib turishga buyurdi. Xudo xolisa, oppoq xo'ja pir buzurgimizmi pat yaqinda Jung'arlarni boshlab chiqib qoladi. Uninggacha bizlar kim sadoqatman zotul aqtoblari, har qaysi yurt oymoqlardagi xalifa, suluk mas'ullarini ham hijobul g'ayb bahodirlarni jami qilib, Ishon pirimiz buyurgan ikki ishni ro'yobga chiqarmog'imiz vojibdir.
İşampirimiz buyurgan o ikki ish qaysiga bo'ladi? O ikki ishning biri Bahriy Sulton Ismoilxon o'rdasidagi Murtil hidoyatchi yoralar bilan muloqotda bo'lib, paytini tepib, osiy amirlardan Mirza Bobogbek, Mirza Avazbek qatorliq amirlarni yo'shirin ujuqtirib yetish. Yana biri tuman kishilik so'ki lashkarlar qo'shini qurish. Men sahardili ostoniga qarab yo'lga chiqib, birinchi ishni ro'yobga chiqarishning ko'ydi bo'lman. O'zlari darhol har qaysi xalifa suluk mas'ullari bilan xabarlashgaylar. Ishlar nihoyatmi xufiyona bo'lg'ay. Muqaddas farmon zinhor oshkorlanmag'ay. Ular shu yo'sinda mo'lishib o'tirib, avval bir tovoqdan oshib ketdi. Yolpuz gupildab turib turgan qiymiliq o'g'ri. Ondan yirtisi qog'ozdek echilib, kichik tugilgan Peter mantini ishtiho bilan yeyishdi. Arkasidan bir necha oqqurdan musallas ishdi. Shu orliqda Hidoyatulloh Eshon tuzib bergan suiqasdlik planlarni qandoq vujudga chiqarish haqida xeli uzoqcha mo'lbashdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Saidiya xonligining ostonasi. Yerkan. Sulton Ismoilxon Xo'ja Hidoyatulloh Eshonni Saidiya xonligi tavasidan mangulik qo'g'lab chiqargandan keyin turli mazhab majrolaridan qutulgan Saidiya xonligida 5-6 yildan beri nisbiy tinchlik, osoyishlik hukm surayotdi. Bu mezgilda o'z xo'jasidan ayrilib qolgan Sulki ishqiyan murtiri Sulton Ismoilxonning turli targ'ibotlarini cheklash xususidagi farmoniga bo'yintovlik qilishga pechalanmay, suluk targ'iboti bilan shug'ullanish uyoq bo'lsin. Suluk faoliyatlarini xufiyona elib berishga majbur bo'lib qolgan edi. Sofiya sulkining peshvolaridan Maxtumzoda Shuayb xo'ja bilan Doniyol xo'jalar Rajab Darvishdan iborat atga xalifaning o'limidan keyin nomida Sulton Ismoilxonga pir ustoz bo'lsin. Amaliyotda Ismoilxon saltanatiga to'liq beqinib qolganligi. Shundaqla Xo'ja Hidoyatulloh Eshondan iborat ashaddiy raqibidan qutulganligi uchun Turki ishqiyan mutlardan qisos erishni to'xtatgan edi. Shunga bu qisqig'ini 5-6 yil ichida Saidiya xonligidagi xalqning turmushi tezda yaxshilanishga qarab yuzlandi. Sulton Ismoilxonmi Mirza Bobogbek, Mirza Avazbek, Mirza Haydar Do'g'loti, Maliki Muhtaram xonim qatorliq amirlarning tashabbusi bilan diqqat nazarini xalq turmushini yaxshilashga munosabatlik turli inshootlar qurish, tashlanib qolgan, vayron bo'lish girdobiga berib qolgan madrasa, maktab, kutubxonalarni qaytadan asliga keltirish qatorliq ishlarga qaratdi. Har qaysi yurt oymoqlardagi xalq erik o'stanlarni qaytadan chaqdi. Tashlanib qolgan, cho'llishib ketgan yer zamin, bog'larni qaytadan og'atlashtirdi. Konchilik, metal ayirish, halvobchilik, to'qimchilik, qo'l hunarmandchilik, savdo tijorat qatorliq kasblar qaytadan jonlandi va asliga keldi. Bo'libmi Sulton Abdurashidxon zamonida Qadirxon Yakkan, Xonish Amon Nisa, Ayozbek Kuchi va Xonish Amon Nisa xonning dadisi Mavlona Mahmud qatorliq olim o'limalarning tashabbusi bilan kengaytib qurilgan, keyingi vaqtlarda tashlanib qolgan Yakin xonlik madrasa va xonlik kutubxonasi qaytadan asliga keltirilib, har qaysi yurtlardan olim o'limalar mudarrislikka taklif qilindi. Necha yuzlagan talablar ilm tahsil qilishga boshlandi. Al ostidagi olim adiblarning tibobatchilik, astronomiya, matematika, til adabiyot va turli kasblar haqidagi yozilgan ilmiy asarlari, risolalari, she'ri divan, dastonlari yig'ib akilinib, necha yuz nusxada ko'chirilib, xalq kutubxonada saqlangandan tashqari har qaysi madrasa, maktablarga va al ortiga tarqatildi. Chet ellardan turli temadagi kitoblar keltirilib, tarjima qilindi. Bugun xalq kutubxonaning hovlisidagi tol barangning ostida oldidagi rahliga qo'yilgan kitobga mixdek qadilib o'tirgan Mirza Bobogbek butkul asyodi bilan kitob o'qishga berilib ketgan edi. Choy soqollari ushtek oqargan bu ulug' harbiy sarkarda mushu yillarda Amir Kabir mahkamasidan ko'ra xalq kutubxonaga ko'proq qatraydigan bo'lib qolgan edi. Assalomu alaykum Amir Kabir ota.
Mirza Bobobek kitobdan darhol beshini ko'tardi-da, oldida o'ziga hurmat bilan qarab turgan Malika Muhtaram xonimni ko'rib, o'rnidan turishga tamshadi. "Oy, va alaykum assalom qizim. Qutlug' qadamingizga marhaba." "Qo'zg'almisizlar, ustoz?" dedi Malika Muhtaram xonim Mirza Bobobekning gavdasini chaqqonlik bilan yengil besib. 20 yoshlarning qarisini elib qolgan Malika Muhtaram xonim o'sniga to'lib, xuddi po'raklab ichilgan bir dasta gulga o'xshab qolgan edi. Bel purmi atlas ko'ngliki zilva qomatiga shundoq yarashgan bo'lib, shundoqli qargan kishiga butkul badanni bir to'p rangdor kepinaklar o'rab turgandek to'yg'i beradi. Qirqtal qilib yurib olgan qop-qora sumbul sochlari teqimida so'ylaydi. Xuddi bir dasta nur talonlaridan to'qilgandek val-vul nur qaytirib turgan aynakdek so'zik hili-hila ro'molining ustidikidan bostirib kiyib olgan marjon do'pisi navotrang chiroyiga o'zgacha latofat beg'ishlagan edi. Atlas ko'nglik ichidagi nozik qaddini o'rab turgandek bir uchi yerga sangilib turgan hili-hili ro'mol cho'chirdik quloqlaridagi oltin sirg'isini va oy jamolini yerim o'rab xuddi nefis tumonlar orasidagi to'nun oydek jalbkor ko'rsatdi. Qosh teshidek so'zik bo'ynidagi olmos ko'z qo'yilgan oltin zunnar qo'zining tumshug'idek bo'rtib chiqqan nozik ko'ksining o'rtasida yengil tavrinib, ayollar badanidagi eng go'zal, eng jalbkor bu a'zoning jazbisini necha hassa oshirayotgan edi. Qandoq? Muhabbatnoma va mehnatkamni o'qib boqdingmi qizim? O'qib boqdimmi deganmi gapmi Amerika birata? Tungin qo'limga olgandan tortib, ta hozirgacha necha marta o'qiganim esimda yo'q. Hatto yodlab oldim desammi bo'ladi. Bu dastonni meni o'qishga tavsiya qilganliklariga ko'p rahmat. Men mutaxi o'tgan hafta ko'rishga muyassar bo'ldim. Tunji ko'paytirilgan 2 nusxadan birini sizga, yana birini xon oliylari huzuriga avatib bergan edi, dedi Mirza Bobobek. Shu topda ushbu daston haqidagi ta'sirotingizni anglab boqqim boqqadi. Daston haqida boshqa o'lima mudarrislar bilan jam bo'lib muloqotda bo'lgaymiz, dedi Malika Muhtaram xonim. Shu topda sizni izlab kelishimdagi maqsad ushbu dastondagi bir necha misrani janoblar bilan birlikda xon otamning huzuriga berib o'qib berish. Oy, shundoqmi? dedi Mirza Bobobek o'ylangan holda. Buningga boshqa biror mudoyingiz bormi nima? Shundoq, dedi Malika nazokat bilan kelib. Hamma gapni xon otamning oldiga borganda deyman. Bo'ladi. Yurilansa, dedi Mirza Bobobek o'rnidan turib. Ular Sulton Ismoilxonni o'rda beg'idagi lolazor vaqtini topdi. Shu topda Sulton Ismoilxon bir qancha amirning hamrohligida sharobpozlik qilgach muqam tingshayotdi. O'rda raqqoslari larzon usul o'ynayotdi. Sharob ta'sirida xilili kayf bo'lgan Ismoilxon ko'zlarini raqqos qizlardan o'zalmay qolgan edi. Malika Muhtaram xonim nag'maning tugishini savrchanlik bilan kutib o'tirdi. Mirza Bobobek bo'lsa Sulton Ismoilxonning kayfiga ta'sir yetkazmaslik uchun lomjim demayotdi. Mushu yillarda Sulton Ismoilxon sharobga xilil o'rganib qolgan edi. Uning o'rdiga chiqib amir baglarning ma'lumotlarini anglaydigan. Har qaysi yurt oymoqlardan kelgan ma'lumot, arz shikoyatlarni bir taraf qiladigan vaqti, xususan hokimiyat ishlariga qaratgan vaqti borgan sira ozlab ketib boradi. Kunlari haramda yoki mana mushundaq bazmi so'rinlarda o'tadi. Fayzi tutib qolsa ancha-muncha shikarga chiqardi. Hokimiyat ishlariga oid ma'lumot, maslahatlar qulqiga ancha xo'shaqmaydi. Maqtash, qo'shamat so'zlarga alohida e'tibor qiladi. Sozandalarning nag'malari to'xtaydigandek emas edi. Malika Muhtaram xonim nag'maga mahliyo bo'lib ketgan Sulton Ismoilxonning diqqatini qanday qilib chalg'itish haqida bosh qotirib Shu asnoda Mirza Haydar Dog'loti bilan O'daychibek o'ngsiri o'chgan holda yetib keldida,
xonga qo'l bog'lab ehtirom bildirib so'zladi. Ona hazratimga jiddiy ma'lumot bor. Sultan Ismoilxon kayfini buzib, bevaqt yetib kelgan amirlarga norozilik bilan qarab qo'yib, sozandilarga qo'l ishorasi qildi. Shu hamon sozandilar nag'madan to'xtadi. Usul o'ynaverib holdan ketgan raqqaslarni o'zlarini oldiga oldi. "Nima ish?" dedi xon qopqinib turib. "Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi Mirza Haydar Davlati jiddiy yo'sinda. "Xotanning amir lashkari Shir Ali Bahodir qo'l ostidagi sarkarda lashkarlar tarafidan qatl qilinibdi." "Nima?" Sultan Ismoilxon qattiq cho'chidi. Xonning alfozini ko'rib, Mirza Haydar Davlati bilan O'daychibekning futqoliga titrak o'lashdi. Bekovulbek mushu so'rinda muhim bir kengash bo'lganligini ta'minlab, sozanda xizmatkorlarni qaytib ketishga ishorat qildi. Orda beg'idagi bu yozliq so'rin birdilla mudhish jimtoslikka cho'mdi. So'rindagi barliq amirlar Alman-talman o'rinlardan qo'pishdida supidan tövanga tushib, qo'l bog'lab turishdi. Shu topda ular boshlarida o'lim vahimasi agigandek to'yg'iga kelib, as ho'shini yo'qotishgan edi. Necha yildan beri xos bazmi mashrab, aysh ishratlarga ko'nib qolgan bu amirlarning ko'pinchisi ilgirki jasoratini butunlay yo'qotgan bo'lib, to'yuqsiz yuz bergan bu voqeadan qattiq sarosimga tushgan edi. "Amir lashkar Shir Ali Bahodirning qatl qilinishining bahosi nimaki?" so'radi Sultan Ismoilxon Mirza Haydar Davlatiga qarab. Sultan Ismoilxon o'tgan yili cho'ng o'g'li Shahzoda Bobochaq sultonni valiahdi qilib bekitgandan keyin o'zidan ilgirki Saidiya xonlarining valiahdiga Qashqarni so'yrig'al qilib berish an'anasiga asosan Shahzoda Bobochaq sultonni Qashqarning noibi va amirligiga tayinlab Mirza Haydar Davlatini Ostoniga qaytarib kelib, lashkari divonning o'rinbosari Amir Kabirlik Amonlik mahkamasining amirlik mansibiga tayinlagan edi. Yaşınıp qolgan Mirza Bobobaymi lashkari divonning kundalik xizmatlarini Mirza Haydar Davlatiga topshirib, ko'pincha vaqtini xonlik madrasa bilan kutubxonada o'tkazib o'tadi. Mirza Haydar Davlati Xotandan kelgan jiddiy ma'lumotning mazmunini ma'lumot akagichidan anglaganlarga birlashtirib, xonga og'zaki yetkazdi. Aslida yaqinqi 5-6 yildan beri Saidiya xonligida hukm surgan tinchlik, osoyishlik vaziyat yolg'iz Sultan Ismoilxonning emas, har qaysi yurt aymoqlardagi amir sarkarlarni xilala bexatlashtirib qo'ygan edi. Ichki ma'lumotchilik va tashqi tajovuzchilik vahimasidan qutulgan sarkardalar, sipah baglar qo'l ostidagi sardor sarvozlar var. Lashkarlarga bo'lgan lashkariy mashq, lashkariy qonun jasoqlarni sustashtirib qo'ygan. Kunlarini aysh ishrat, bazmi mashrablar bilan o'tkazishga boshlagan edi. Sultan Ismoilxonning ishonchisiga Amir Kabir Mirza Bobobekning e'tiborlashiga erishgan Xotanning amir lashkari sarkarda Shir Ali Bahodir bo'lsa, sharafbozlik va aysh ishratga to'liq berilib ketgan edi. Dastlabda bu Bahodir azimatga bo'lgan hurmat ixlosini bildirish uchun Xotandagi bir qism boy zardarlar va yurt beglari qizlarini nikohlab berib, o'zlariga kuy o'g'il qilib oldi. Keyincha Shir Ali Bahodirga qiz so'g'u qilib kuy o'g'il qilib olish Xotanda bir umumiy odatga aylandi. Qisqagina 2-3 yil ichida Shir Ali Bahodirning harmidagi to'qonlar 50 dan eshib ketdi. Aysh shirat patqig'ib 5-chilab kirib ketgan Shir Ali Bahodir endi bu to'qonlarga qanoat qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Shunga u keyincha qo'l ostidagilarni buyurib, avomning rasidi bo'lgan chiroyli qizlarini majburlab akeldirib nikohiga oldi. O bir ofatning boshlanishi edi. Amir lashkarning boshchilik qilishi bilan qo'l ostidagi sarkardalarni avomning qizlarini xohlagancha dafsanlik qilishga boshladi. Shuning bilan Xotanda bo'yiga yetgan qizlari va ota-onalar qizlarini yurakli talotizga chiqaramay, qazmoq uylariga solib xabar oldigan bo'lishdi. Ish mushu yusimda davomlashavergan bo'lsa, balkim Sultan Ismoilxon bu ishlardan xabarsiz qilivergan. Shir Ali Bahodirmi amir lashkarlik so'rhayusi bilan ishqovozlik payzini so'rayvergan bo'lar edi. Bir kuni 500 nafar xos nökər bilan shikarga chiqqan Shir Ali Bahodir Yo'rinqosh daryosi bo'yidagi kangri to'g'roqlik jangalda 3 kun ov qildi.
4-chi kuni Xotanga qaytishida 3 ot qitilgan esil bir mapiga do'qurishib qoldi. Odin davdava bilan qaytib kelayotgan 500 otliqning döpür ovozi va qiy-chuv sadolari mapiga qitilgan shosh otlarni o'rkitayotdimi qandab otlar mapini elib qochdi. Bu bir qiziq voqea bo'lib tuyulgan Sher Ali Bahodir 10 necha navkarni agashtirib mapini qo'lladi-da, mapiga qitiqliq otlarni chapdaslik bilan to'xtatib oldi. O chaqda mapining ichidagi qo'rqib ketgan ayollarning voysash, zarlashlari texib besilmagan edi. Katan yo'lda qattiq silkinib, mapining orqa tarafidagi eshikka ajrab, qubbi shakllik naqshlik ravqi chaloqlab qolgan edi. Sher Ali Bahodir echilib qolgan mapi ichiga shundoqli qarab, ko'zlaridan ajoyib bir shahvoniy nur yalt qilib chaqnab ketdi. Mapi ichidagi 4 nafar juvon qo'rqib ketganligidan yuzlariga chumballarini yepib olishni unutib, bir-biriga mahkam yepishganicha titrab o'tirishadi. Ularning orqasidagi kiyim-kechaklari, zibu zinnatlari bilan emas, ajoyib chiroyli husn jamoli bilanmi boshqa ikki hamrohlaridan alohida farqlanib turgan 25-30 yoshlar chog'imizdagi ikki juvon Sher Ali Bahodirning yuraklarini o'ynatib, vujudini sherin yo'g'iltib etdi. 3-4 kundan beri jangolliklarda ov tomoshasi bilan bo'lib, kiyik bug'u qatorliq yovvoyi hayvonlarning go'sht kavoplarini bo'ldi-degicha yeb, shahvoniy havisi taqildab turgan Sher Ali Bahodirning ko'zlaridan bardilla o't chaqnab ketdi. Atta, Xotandagi tangdossiz bu bir jup parizat Sher Ali Bahodirga ajab nesib bo'lmoqda. Sher Ali Bahodir neri berishini surishtirib o'ltirmayla navkarga qo'l ishorasi qildi-da, o'zi Udul harmiga qarab otgandi. Amir lashkarning qo'l ishorasining ma'nosini darhol tushungan navkarlar yelqi juvonlarning qiyochiya dod faryodlariga parvo qilmasdan mabining oldini Udul Amir lashkar qasriga to'g'rildi. Sher Ali Bahodir bu ikki cho'kanning zor nolisiga parvo qilmasdan ular bilan 3-4 kun ko'ngil ochdida ondan harimidan chiqarib etdi. Aslida bu ikki juvon Sher Ali Bahodirning qo'l ostidagi ikki sarkardaning xotinlari bo'lib, shu kuni ular shahar sirtidagi bir boyning ayolining taklifi bilan barovatga chiqqan edi. Ahvoldan xabar topgan sarkardalar bu xo'rliqqa faqatli chidamadi. Biror amal qilmasak, atugin qizbol voqealarimizni saq qo'ymaydigan o'xshaydi deb intiqom elish haqida plan tuzishdi. Belqut shirkatida ovoz g'inib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romanini bugun bu yerga chaqirdim. Davomini atidagi anglashimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs, ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinesidagi bebaho go'harlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinesi